Bizga hozir menga shu narsa topshirilgan ekan. Men hozir o'zimizni soha bo'yicha mana shu milliy maskanimizni eng yosh ijrochisi yo'nalishi bo'yicha g'olibni e'lon qilaman. 2025-yil milliy maskanimiz eng yosh iqtidorli xonandasi Umarov Abdurahmon. Yilning eng yaxshi yosh ijrochisi. Diplom to'g'lab qo'y. 2025-yil mana hozir o'ziga guvoh bo'lgan yil iste'dodi degan respublika ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Shu ko'rik tanlovda mana bolalar chiqishdi, xonandalarimiz chiqishdi. Umarov Abdurahmon shu yo'nalish bo'yicha sozandalik yo'nalishi, an'anaviy sozandalik yo'nalishi bo'yicha o'sha ko'rik tanlovda g'olib bo'lib birinchi o'rinni sohibi bo'ldi. Qil o'qish davom ettir, ko'proq mashq qil, bundan ham yuksak yutuqlarga erishgan. Tabriklaymiz.